Mana hozir suv to'ladyapti. Ko'ryapsizmi? Mana shu to'ladyapti. Mana bu 3 ta datchigi bor. Qizil, sariq, yashil simlarni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Hozir men qizilni shundoq ko'taraman. Qarab turing, mana qizilni ko'tarishim bilan nima bo'ldi? Suv yarimiga keldi deyapti. Ichida mana bunaqa datchigi bo'ladi, ko'ryapsizmi? Ana endi mana shu joyda men sariqni ham sekin chiqazaman. Qarab turing mana. Sariqni sekin tortyapman. Mana bu yerda mana avtomatik klapan sakraganini ko'rdingiz, sezdingiz. Bu degani suv ochilib ketdi degani. Mana ham sariqni ham mana chiqazyapman. Ko'ryapsizmi? Ichida mana shunaqa datchigi bo'ladi. Yashil simi bochkani chuqurrog'ida tegiga o'rnatilgan, osilib turibdi. Ko'ryapsizmi? Ana endi qarab turing, mana shu joyda hozir mana suv chiqib ketyapti. Ko'rib turganingizdek, vodoprovoddan to'g'ridan-to'g'ri ulangan deylik. Faqat sizda vodoprovod emas yoki nasos ham bo'lishi mumkin shu sharoitda. Deylik, nasosga faqat mana 220 da ishlaydigan bo'lsa, plus minus shuna simni ulab qo'yasiz. Agar nasosingiz 2 kilovatgacha bo'ladigan bo'lsa, shu programmatordan chiqqan tok Pramoy nasosga ulashingiz mumkin. Agar undan ham kattaroq kilovatli nasos bo'ladigan bo'lsa, через пускатель ulashingiz mumkin. Ana endi buni o'chishini bitta ko'ramiz. Qarab turing, hozir men shu turishda sariqni suvga solaman. Hop, mana bochkaga sariq tushishi bilan nima bo'ldi? Mana bu yerda bochkada yarim urganda suv bor deyapti. Ana endi qizilni solaman. Qarab turing, mana qizilni solishim bilan nima bo'ladi bu yerda? Suvga tegishi bilan o'chdi. Mana bundan kelayotgan suv ham o'chdi, mana ko'rishingiz mumkin. Suv o'chdi. Xullas mana shunaqa holatda ishlaydi. Bu juda ham oddiy, sodda narsa-da, o'rtoqlar. Agar uyingizda mana shunaqa bochka qo'ygan bo'lsangiz, agar sizda artizandan pramoy suv tortadigan bo'lsangiz, bochkani o'chirish esingizdan chiqib qolib, bu toshib ketaveradigan bo'lsa, sizga mana shu narsa zo'r yordam beradi. Ya'ni elektronik poplovka degan bo'ladi o'rtoqlar bu narsani. Mana shunaqa datchiklar bilan oson ishlaydi. Buni ustanovkasi unaqa qiyin ish emas o'rtoqlar. O'zingizlar ham bemalol ozgina elektrikada xabaringlar bo'lsa, o'zingizlar bemalol o'rnata olasizlar. Masalan, qarang, 3 ta simi bor, qizil, sariq, yashil. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. 1, 2, 3 ga ulaysiz. Mana bundan kelgan sim, bu pump deb ham yozib qo'yibdi. Ya'ni nasos uchun o'zi aslida bu narsa. Mana shunga ulaysiz, nasosga ketadigan. Bu yoqdan plus minus kiradigan tokka ulab qo'ysangiz tamom, vassalom. Qolgan narsasi nastroykalari juda ham oddiy, oson. Xullas, elektronik poplovka mana shu narsa bo'ladi. Kerak bo'lsa o'rtoqlar, joyimizda Toshkentda Sergeli o'zgarishda kelaverasizlar o'rtoqlar. Xullas, mana shunaqa mahsulotlarni qo'yib, maza qilib foydalanganingiz yaxshi bo'ladi. To'g'ri, bu narsani o'rniga mana unitazlarni poplovka bo'ladi, bilsanglar, tepadan qo'yib qo'yiladi. Suv to'lgandan keyin suvni siqib o'chiradigan varianti ham bor. U arzonroq решение, ya'ni yechim hisoblanadi. Bu narsa nasosdan pramoy suvni ulab qo'yasiz, bochkada hech qanaqasiga suv siqilmasdan to'g'ridan-to'g'ri to'ladigan bo'ladigan bo'lsa, bu narsa sizga az qotadi. Agar elektronik poplovka qo'yadigan bo'lsangiz, suvni sekin siqadi-da, u bilsanglar, suv siqilib nasosga nagruska berishi mumkin va nasosni kuyib qolish ehtimolini oshiradi. Agar bu narsa bilan ishlatadigan bo'lsanglar, xullas ham bochkalar tez to'ladi, hech qanaqa urilmasdan suv, siqilmasdan suv tez to'ladi. Undan tashqari xullas nasos umrini ham ancha uzaytirsanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. O'zimizda sotuvda bor.